Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Assalomu alaykum domla. Eshitilyapti domla. Yaxshi, bizlar ozgina kech boshlayapmiz. Darsga harakat qilib amalar kiraveringlar. Demak, o'tgan mavzuda menimcha C++ builder muhitida memo komponenti bilan ishlagandikmi? Shunday domla. Bugungi mavzu demak C++ builder muhitida demak combo box komponenti bilan ishlash mavzuyi. Demak, u o'zi nima vazifani bajaradi desak, matn kiritish va ro'yxatdan tanlash uchun mo'ljallangan komponent bo'lib hisoblanadi. Demak, items ro'yxat elementlar to'plami test string qabul qiladi. Asosiy metodlari add, clear, delete. Demak, item index hozirgi tanlangan element indeksi noldan boshlanadi. Agar hech narsa tanlanmagan bo'lsa, minus qiymat qabul qiladi. Combo box ichidagi matn maydonining qiymati, demak, ko'rinish rejimi is drop down matn kiritish mumkin. Demak, drop down list faqat ro'yxatdan tanlash, sorted true bo'lsa elementlar alfa bo'yicha saralanadi. On change bor, on select bor. Demak, matn o'zgarganda sodir bo'ladigan hodisa. Demak, on selectda foydalanuvchi ro'yxatdan element tanlaganda sodir bo'ladigan hodisa. Xo'sh, menimcha men bu nimani o'tgandim, esimga ozgina tushdi. Buni ham mayli yana bir o'tib beraman, chunki ko'pchilik darsda yo'q edi. O'z zamonida Shunday darsda yo'q domla. edi. O'z Ha, zamon o'tgan safar. bitta Shunday, qaytib shunday. Kirolmadim. tushuntiraman. O'sha Xo'p. ozgina boshlangan bo'lsa ham keyin vaqtimiz qoladi. Keyin yangi mavzuga ham o'tamiz. Xo'sh, demak, oyna hozir ko'rinyaptimi C++ builder? Ko'rinyapti, ha? Demak, bu komponentni o'zi mana combo box bilan list boxdan keyin turadi. Demak, buni bizga eng kerakligi nimasi bor? Asosiy narsasi, demak, items degan xususiyat bor. Ko'rib turganlaringizdek, kelinglar masalan hozirgi o'sha nima uchun biron narsa kiritib ko'ramiz. Mana fanlarni sifatdan olaylik. Informatika, dasturlash, tarmoq texnologiyalari, axborot, xavf, xavfsizligi. Demak, okey bosamiz, bitta ishlatib ko'ramiz. Yana e'tibor bilan qarasalaringiz, combo box 1 degan so'z turibdi. Informatika, dasturlash, tarmoq texnologiyalari, axborot xavfsizligi degan 4ta kiritilgan fan ko'rib turibdi. Demak, combo box birorta element tanlangandan keyin combo box 1 degan yozuv o'chib ketadi. Ko'rib turganlaringizdek o'chib ketadi. Item index -1 turibdi. Demak, nima uchun -1? Hozirgi tanlangan element indeksi 0 dan boshlanadi. Agar hech narsa tanlanmagan bo'lsa, -1 qiymatni qabul qiladi.
deyilgan. Ish. Demak, eventsda on change bor, on click bor. Endi bitta narsa shunaqa narsa borki, buni aytib o'tishimiz kerak. Hamma komponentda ham on click, ya'ni bir marta bosilganlik hodisasi bo'lavermaydi. Sababi u yerda bo'lavermaydi deganda qanday nimani tushunishimiz kerak? Albatta agar yozuv bo'lsa bo'ladi, lekin tasavvur qilinglar, tanlaydigan komponentda bosish hodisasidan qanchalik o'rinli uni ishlatish. Shuning uchun ham faqat tanlash nimasi berilgan. Aynan hodisasi ko'pincha ishlatiladi shunaqa tanlaydigan komponentlarda. Umuman olganda lekin hodisa bor, onkilik hodisasi bo'ladi. Asosiysi ana ikkita narsa on change bilan on select ishlatiladi deyilyapti. Xuddi shu bilan demak birinchi misolni ko'ramiz. E'tibor bilan qaranglar. Forum create bu hodisa degani. Buni aytib o'tib ketgandim. Forum create'da combo box'ni items bilan to'ldirish. Demak, vazifa tavsifi dastur ishga tushganda combo box'ga dastlabki sharhlar ro'yxatini yuklash, shaharlar ro'yxatini yuklash. Demak, interfeysda formaga combo box'ni joylashtiring. Demak, propertiesda name combo box 1 bo'lishi kerak. Eventsda, ya'ni hodisada forma hodisalardan on create'ni o'chib yozishimiz talab qilingan. Demak, shaharlarni biz kod bilan yuklab olamiz unga. Men kodsiz qismini ko'rsatdim. Properties'dan items qo'yish. Properties'dan itemsni tanlab kiramiz. Nimagadir Oydin Mansurova kira olmayapman degan xabarni yozyapti-da. Nimadir muammo bormi Zoom'da sizlarda? Yo'q, domla. Nimaga kira olmayapti u kishi? Iloji bo'lsa bitta bog'lanib ko'ringlar, muammo mandan keyin ko'raman. Demak, davom ettiramiz. Demak, xuddi shu vazifani bajarib ko'ramiz. Uning uchun demak formaga birdan bosamizda eventsdan on create'ga bosamiz. Ya'ni forma yaralganda, ya'ni o'sha run tugmasini bosgandan keyin kompilyatsiya jarayonidan o'tgandan keyin forma yaralish hodisasi ishlab ketadi. Demak, ushbu qismda kod keltirilgan. Demak, combo box 1 itemsi demak bitta clear, ya'ni avval tozalash ketadi, nimadir yozuv bo'lsa tozalaydi va add funksiyasi orqali bu to'rtta O'zbekistondagi katta shaharlarni kiritib oladi. Demak, ushbu qismni shunday olib yuklaymiz. Xo'sh, bitta ishlatib ko'ramiz. Endi esla saqlanglar. Men 3 ta fanni qo'shib olgandim. Qani shu o'zi hozir bo'ladimi yoki yo'q? Ishlatib ko'ramiz. Qaranglar. Demak, fanlar keltirilmagan. Sabab bor. Hamma formani ko'ryaptimi? Ko'ryapti formani. Xo'sh. Ana bu funksiya, ana bu funksiya clear. Demak, men kiritgan to'rtta ITga oid fanlarni o'chiradi. Undan keyin kelgan funksiyasi orqali kiritilgan to'rtta katta shaharni kiritib qo'yadi. Oxirida avtomatik birinchi elementni tanlab qo'yadi. Demak, sababi bu kod yozilmagan holatda tursa, item index -1 turgan bo'ladi. Demak, biz 0 ni tanlab qo'yamiz. U birinchi marotabada demak Toshkent tanlaydi. Bu nima sababdan bunaqa? Demak, 0-chi element massiv o'tgansizlar. 0-chi element orqali qabul qilyapti. Demak, Toshkent qilganda item index 0 ni oladi. Demak, pastdan biz o'sha item indeksni 0 ga to'g'rilab qo'yamiz. Birinchi marotabadan keyin o'sha ishlab ketgandan keyin on create'da Toshkent so'zini qabul qilgan bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Savol bormi? Tushunarli, domla. Savolimiz yo'q. Xo'p.
Keyingi topshiriqqa o'tamiz. Demak, natijada dastur ochilganda combo boxda Toshkent tanlangan holda ro'yxat paydo bo'ladi. Ikkinchi vazifa tanlangan elementni labelda ko'rsatish. Buning uchun bizga demak kerak bo'ladi vazifa tavsifi. Foydalanuvchi ro'yxatdan biror shaharni tanlaganda uni labelda ko'rsatish kerak. Demak, kerak bo'ladi combo box va labelda ketma-ket topshiriqni bajarib ketamiz. Labelni olaman. Keyin sal kattalashtiramiz. Fontdan Times New Roman Polojirni 14. Xo'sh, nimaga o'qiymiz? Demak, tanlangan shahar degan narsani kelyapti. Xo'sh, labelni o'chiraman. So'zni yuklayman. Endi on change hodisasi ko'rib turganlaringizda on change ishlaydi. Xo'sh, demak, on change hodisasiga asl kodni yozamiz. On change. Xo'sh, eventsga o'taman. Demak, shartni olamiz. Xo'sh, e'tibor bilan qaranglar, xato bo'lishi kerak emas. Demak, kod tushuntiraman. Agar if shart bilan kelyapti, combo boxni birni item indeksi -1 ga teng bo'lmasa, demak -1 nima edi bizada? E'tibor bilan qaranglar. Hozirgi tanlangan element indeksi 0 dan boshlanadi. Agar hech narsa tanlanmagan bo'lsa, -1 indeks qabul qiladi. Ya'ni hech narsa tanlanmagan bo'lsa emas degani, ya'ni tanlanmagan bo'lsa emas. Ya'ni bu inkor amali. Agar eslab bilsalar, ya'ni -1 ga teng bo'lmasa, ya'ni tanlangan bo'lsa haqida gap ketyapti. Tanlangan holatda haqida. Chunki -1ni emas inkor qilyapti. -1 ga teng emasligini bildiryapti. O'sha holatda label 1 ni caption'ni tanlangan bo'ladi. Combo box 1 ni item'ni string qilib combo box 1 ni item indeksini olyapti. Aks holda deyapti hech narsa tanlanmadi degan narsa chiqishi kerak. Ishlatib ko'ramiz. Bir daqiqa. Xatolik bor, manimcha o'sha nimadan to'g'ri yopilish holatidan. Mana qaranglar. Xo'sh. Tanlangan shaharni o'rnida ana Toshkent, Samarqand tanlayman. Toshkent tanlayman. Xo'ron tanlayman. Farg'ona tanlayman. Toshkent, Farg'ona. Ko'rdingizlar, demak tanlangan shahar tanlangan so'zdan keyin labelda chiqyapti. Xo'sh. Topshiriq tushunarli bo'ldi, ha, bunisi ham. Demak, biz qisqacha izoh beraman. Combo boxda tanlov o'zgarganda labelning matni darhol yangilanadi. Keyingi topshiriq
Demek combo boxga 7 dan kiritilgan qiymatni qo'shish. Vazifa tavsifi foydalanuvchi 7 ga yangi element nomini yozib, tugma bo'lsa uni ro'yxatga qo'shish qilish kerak. Demak, buning uchun combo box kerak, 7 kerak, button kerak bo'ladi. Xo'sh, 7 olamiz da bitta button olamiz. Endi buttonni captionga qo'shish tugmasi degan so'zni yozayganimiz. Xo'sh, yozdik. Edit 1ni har doimgidek tekstni o'chirib qo'yamiz. Sababi biz to'rtdan to'rtga kiritishimiz kerak bo'ldi. Chiroyli bilish uchun. Demak, buni qilib qo'yaylik. Tanlangan shahar kerak emas bizga. Endi button 1ning on klik hodisasiga kod yozamiz. Xo'sh. Ikki marta bo'lsamiz. Nima jarayon sodir bo'lyapti? Demak, edit 1 text is empty emas bo'lganda degani bu ma'noni beradi. Endi qarang mana. Endi o belgisi turibdi-da, is empty degan bo'sh teksti bo'sh yo'qligini tekshirish. Bo'lsa, demak, combo box, ya'ni yozilgan bo'lsa, o'sha klaviaturadan ma'lumot kirgizilgan bo'lsa degani. Editga. Combo box'ni items add bo'lsin, edit birdan kelayotgan tekstdan show message bo'lsin, editning tekst kirilayotgan ro'yxatga qo'shildi degani va edit bir clear bo'lsin degani. Chat ko'ramiz, mana kelinglar. Navoiy qo'shish qilaman. E'tibor bilan qaranglar. Navoiy ro'yxatga qo'shildi. Okey, qarayman. Demak, Farg'onadan keyin Navoiy qo'shildi. Yana qo'shib ko'ramiz. Xo'sh. Guliston. Qo'shish. Demak, Navoiydan keyin Guliston qo'shildi. Yana qo'shamiz. Xo'sh. Shahri sabz. Qo'shish. Ana ko'rib turganlaridek Shahrisabz qo'shildi. Ko'rdingizlar? Demak, editdan kirgizilgan ma'lumotni biz to'g'ridan to'g'ri nimaga qo'shamiz? Combo boxni ichiga qo'shamiz. Ana endi kelinglar, sizlar bilan nima ko'ramiz. Qani item indeksga borib yozdimmi, yozmadimmi? Itemsga deylik. Demak, xato tanlanyapti. Combo boxni itemsi bo'ladi. Items string. Ko'rib turganlaringizga qarang mana. Bu yerda birinchi kirgizilgan ma'lumotlarimiz kelyapti. Biz shuncha komponent bilan ishlagan bo'lsak-da, biz kod orqali yozamiz. Ya'ni u dinamik holda nimaga saqlanmaydi, statik holda saqlanyapti, lekin biz kiritilgan ma'lumotlarni qo'shib ko'rsata olyapti. Bu tartibda esa men birinchi kiritib qo'ygan itemsdagi, lekin men bitta kod bilan uni o'chirib qo'ygan edim. Xo'sh. Bu qismda tanlangan element o'chirish qismi bor. Buni o'zlaringiz bir ko'rasizlar. Items ro'yxatini tozalash. Hozir bu kodni men tashlab beraman. Darsni ma'lumotini. Xo'sh. Endi bugungi mavzuga ko'ramiz. Qani bugungi mavzuda nima bor ekan? Radio button bor ekan, checkbox bor ekan, o'tgan mavzular. Demak, list box hozir yo'q ekan. Demak, radio buttonda o'tamiz. Yo'q, radio button emas.
Xo'sh, yettita chiqindi. Checkbox bergandik. Xo'sh, bitta nimani o'zini tushuntirib ketay. Birdaniga. Demak, list box degani bor. List boxda demak nima farq bor combo boxdan desak, biz tanlagan narsa ro'yxat to'liqligicha bunda akslanadi. Ko'ribsan hozir bu narsani ham. Demak, items bor. Bunda ham xuddi shunaqa narsa. Mana Domla kelinglar. shu list box mana menyulardan olinadi. Menyulardan olindi, o'sha combo boxdan bitta oldingisi. Ha, Xo'sh, tushunarli. qaranglar. O'sha Toshkent, xo'sh, Samarqand, Jizzax. Okey. Ana. Bitta ishlatib ko'rsataman. Ko'ringlar. Farq nimada? Bu tanlov bor bu yerda. Ya'ni biz combo box ishlatganimizda o'ng tomonida pastga tushirilgan tugmachaga o'xshagan nima bo'ladi? Qism bo'ladi. Shuni bossak, bizdagi ro'yxatlar ma'lum bir hodisadan keyin shu ro'yxat keyin ochiladi. List boxda esa biz yozgan hamma narsa bir martada salgina o'xshaydi memoda, lekin memoda tanlov yo'q. Memo yozuv, katta yozuvlar bilan ishlaydi, agar eslab bilsalar. Bu yerda esa o'sha biz kiritgan ma'lum bir ma'lumotlar to'liqligicha akslanadi. Tanlov qobiliyati bor. Bu combo boxda esa bitta tugmani bitta qism o'ng tomondagi pastga qaratilgan qismini bossak, keyin u ro'yxat orqali tanlov qiladigan narsamiz chiqib qoladi. Farq shunda, qolgan joy bir xil. Mana qolgan joyi bir xil. Demak, ketma-ket yonma-yon qo'yilgan. Xo'sh, ishga qarab ishlatib ketaveramiz. Xo'sh, menda savol bo'lishi kerak edi. Hozir ko'ray qani. Checkbox ekan, checkbox ekan. Xo'sh, nima bor ekan? Topdim. Sizlarga quyidagicha topshiriq. Mana shunday holatda ikkita komponentda o'tdim. Xo'sh, tasavvur qilinglar, combo box orqali bitta birinchi topshiriqni beraman. Qani o'ylanglar, qani bajarib olasizlarmi, qila olasizlarmi? Demak, combo box berilgan, bitta label berilgan. Demak, combo boxdagi ma'lum bir shaharlar kiritilgan O'zbekiston bo'yicha. O'sha shahar tanlasa, e, demak, hmm, kelinglar hozir boshqacha qilaylik, ozgina o'zgartiraman. Demak, viloyatlar kiritilgan deylik. Ma'lum bir viloyatlarni tanlasa, o'sha viloyatni markazini e, topib berishi kerak labelda. Tushunarlimi topshiriq? Topshiriq bo'yicha savol bormi? Tushunarli domla. Qani kim bajara bera oladi? Zoomda keyin Domla chatdan. biza lekin ishda biza noutbuk Ha, yonimizda yo'qda. Hozir siz aha. qilganday 10 klik hodisasiga kod yozib shuni tanlasa bo'ladi. Shunaymi domla? Yo'q, bu yerda on click yo'q. On change bor. On change. Ha. On change bor, hozir man bitta ko'rsataman. Hozir o'sha yaxshilab tanishib nima qilgandik-ku. Demak, mm, bu komponent nomi nima edi? Check. Combo box edi.
Demak, qaranglar, ana on change matn o'zgarganda sodir bo'ladigan bo'lsa, on select foydalanuvchi ro'yxatdan element tanlaganda sodir bo'lsa, ha, on select ekan. On select ekan. On select bilan, ya'ni foydalanuvchi ro'yxatdan element tanlaganda sodir bo'ladigan hodisa haqida gap ketyapti. Xo'sh, qiziq topshiriq bajarasizlar. Agar tushunmagan bo'lsalar, men tushuntiraman yana qaytib. Lekin bir bajarib ko'rasizlar. Hozirda ko'pchilik ishda bo'lsa ham, ishdan keyin kechqurun bir tanlab gruppaga mayli Mayli, tashlaysizlar. uni guruhga tashlab Ha. qo'ysangiz, o'zimiz takrorlab ko'ramiz yana. Yozaymi topshiriqni? Mayli, guruhda tashlasangiz, o'shandan uyga borib Xo'sh, ko'ramiz. combo box. Xo'sh, komponenti kompo komponenti orqali tanlangan viloyatning viloyatni xo'sh markazini level komponentida chiqarish deb yozsam manimcha tushunadimi? Chiqarish. Domla, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Domla, ana yordamingiz kerak edi, agar iloji bo'lsa. Xo'sh, Ana menda C++ builder ishlamay qoldi. Ishlab turadi, umuman labelda ocholmayapman-da. Shunga bir ko'rib berasizmi dedim. endi esib berasizmi? Qanday ko'rsam bo'ladi? Yoki ekraningizga mana nimani beraymi? Dostupni. Yo'q, hozir men ishga edim. Shu Mhm. agar vaqtingiz bo'lsa, shanba kuni ertalab bir ko'rib berasizmi? Ko'rib beraman. Eslatsangiz, yozsangiz mani nimamga? Lichkangizni topolmadim, bunday gruppani nomi bo'lib kelyapti-da. Shunga lichkangizni so'ramoqchi edim. Xo'sh. Men siz Telegramni topib bilamanmi? Telegramda nima deb Hozir, yozgan chiqasiz? hozir domla, mana yozaman. Xo'sh, Chiqib yozing. ketmasam, hozir domla. Mana domla, yozdim. Yozgan ekansiz menga oldin. Xo'p, Yo'q, tabida yozgan ekansiz. Men sizga yozib qo'ydim. xo'p, rahmat. Yana kimda nima savollar bor? Necha kishi kirdik o'zi darsga? Uchasnik 21 ta bo'libdi, yaxshi zo'r bo'libdi. Uyda o'zi ishlayapsizlarmi? Men bergan topshiriqlar chiqyaptimi? Muammosi yo'qmi? Ishlayapmiz, domla. Builder task degan men nima bergandim? Fayl. Kim ko'rdi shularni? Nechtasi bo'ldi shuni? Eslarsizmi? Fayl hozir men topib beraman. Domla, Tashladingiz? 20 ta topshirig'i bor edi, shunaymi domla? Qilib ko'ringlar uyda degandiz. Ha, ana shu. Men lekin shu izlab topolmadim-da. Shu tashlab beraydim shu. Hozir topib beraman shuni. Xo'sh, demak 17-mart kuni tashalgan. Ha. Ko'ringlar bitta shuni.
Mana nechtasi bo'ldi. Nechtasini qila oldik. Sababi borda mana dars onlaynda dars o'tiladi, bilasizlar, birinchi marta emas, ikkinchi semestr ketyapsizlarda. E, Xuddi как ma'ruzaday bo'lib qolyapti. O'sha uchun kimdir kompyuter bor, kimdir ishda, kimdir boshqa holatda. Shuning uchun bir ko'rib chiqishlarini tavsiya qilaman. Chunki u yerda ancha nima qismi kerakli nima bor. Mana o'sha ikkita yedit keltirilganda birinchi ishi topshiriqlarda qo'shish, to'rtta amal, to'rtta arifmetik amalni bajarish bo'yicha o'shalarni amaliy qismi uchun keltirilgan nimalar bor edi, topshiriqlar bor edi. Yaxshi topshiriqlar edi. Vaqt topib buni ham bajarishlari kerak. Yaxshi praktika bo'ladi sizlar uchun. Yaxshi topshiriqlar berilgan. Bir vaqt topib bajarsa, men xursand bo'lardim. Chunki Ishlab yaxshi. ko'ramiz domla. Bu ham is builderda ishlaydimi yoki is plusdanmi? Yo'q, men S+ o'tmayman. Builder Ha, o'tyapman. is plus. Builderni o'zida faqat u yerda aniq hozirgi topshiriqlarga o'xshab nima keltirilmaganda, qaysi hodisa, qaysi kompaniyada interfeys qanday ishlanadi, to'laqonli. Demak, ochib ko'rsalaringiz, tushuntirilgan, biron tushunmovchilik bo'lsa, qaysidir misolni so'rasalaringiz individual men javob berishga harakat qilaman. Domla ishlab ko'ramiz buni ham. Domla buni bizga dasturlash domlamiz bir 3 tasini ishlatgan edi. Yaqin ekan shunga. Dasturlash, domlash, qaysi Nazifmi? Nazif. Yo'ldosh. Yo'ldosh. Mana musbatga manfiy, keyin mana baholar deganda o'tgan semestrda bizga ko'rsatib, mana a'lo, yaxshi. Shular o'rgatib edi. Yo'q, Ha, to'g'ri. To'g'ri, lekin u U builderda is qilish kerak. plusda. Builderda qilish kerak buni. Buni builderda qilish kerak. Interfeys orqali o'sha nimadan tanlab qilinadigan joyi bor-da. Orqada kod ishlayveradi. Nimada C++da. O'ncha tegmas ekan bu filmda. O'xshashi mumkin. Shu eski koddan foydalansangiz bo'ladi. Muammo yo'q. Agar ishlagan bo'lsangiz yozib qo'ygan bo'lsangiz. Bu yerda editda yo buttonda ishlash yozilmagan ekan domla. Ha, lekin uni o'zlaringiz aniqlashlaringiz kerak. Aniqlab, qaysida qilinishi. Shu uchun agar nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, savol bo'ladigan bo'lsa, mendan so'rab, o'zimni hech kimdan o'sha shaxsiydan, boshqa guruhdan bo'lsa ham harakat qilaman. Tekshirib nima qilishga. Shunday davom ettiramiz. Ko'p komponent qolmadi. Domla, mana bu moduldagi gapingiz uzr, moduldagi vazifalar ishlashdan sizga bir tashlab ko'rsatsak bo'ladimi? To'g'ri, noto'g'riligini aytib bersangiz agar. Mayli, u yoqqa yuklab qo'yinglar, o'zimga ham tashlab qo'yinglar. To'g'risi Yo, men mayli. ikkilanyapman-da, to'g'rimi, noto'g'rimi? Yo, ikkilanmang. Mayli, men harakat qilib shu ham borib qo'yaman, baribir harakat qilib offline, onlaynda bor ish bilan nima? Xo'p, rahmat. Unda yuklab boshlayman. Ha, Rahmat. yuklab bering. O'zimga ham mayli tashlab qo'ying. Xo'p, domla. Yana kimdan nima savol bor? Domla modulda qachon baholaysiz? Baholayman, hali joriy ochilgani bo'lishi kerak. To'g'risi o'zim ham ko'p guruhlarga joriy qo'yganim yo'q. Bir ochib ko'rib, tekshirib aniq qilib qo'yaman. Sizlarga joriy ham qo'ysam, keyin o'zi Hemsdan ham ko'rinadi. Hemsga ko'rib bilasizlar, hamma ko'rib biladi, joriy nazoratni qismini qayerda bo'lishini. Bilamiz, domla. Uni men ko'raman. Yaqin Joriy oralarda. oralig'lar Hemsda yechamiz, domla modulda emasmi? Yo'q, modulga yuborgansizlar. Uni tekshirib men bahosini Hemsga qo'yaman-da. Ha, baholarni ko'rib bilamiz. Baholarni o'sha Hemsga qo'yib turib, keyin nima qilamiz? Harakat qilaman nasib shu haftaga qo'yib aytib nima qilishimni. Chunki kamroq komponent qoldi. Men
Bu darsga nimani tushuntiradigan bo'lsam, uni topshiriqlar bo'yicha birga ko'ramiz. Keyin menyular qoldi. Keyin bir dialoglar bo'yicha ishlashimiz kerak. Kam qoldi mana shu dars biz. Yarim semestr o'tdi. Ikkinchi semestrni yarimdan o'tdik. Taxminan 6-7 para qoldi. Manimcha 17-maylada kunduzgida tugasa kerak. Aprel keldi, 15-mayda 1,5 oylar qolibdi-da. Taxminan. Domla, domlalar shu 15-maydan keyin yakun uyiga tayyorgarlik ko'raveringlar dedilar. Shunaqa. 1,5 oylar qolibdi. Taxminan 1,5 oy bo'lsa, shu 6-7 para maksimum dars qolgan ekan. Yarimni o'tdik-da. Demak, haftaga agar bir marta dars bo'lsa degani, demak, amaliy mashg'ulot 30 soat kiritilgan degani. Demak, 15 hafta bo'ladi. Savollar bormi ham? Yo'q, domla savolimiz yo'q. Xo'sh, savol Ishlab bo'lmasa, lichkangizga tashlaymiz domla o'sha Xo'sh. nimani ham, topshiriqlarni ham. xo'sh, demak bir ko'ringlar, savol bo'lsa bemalol yozaveringlar lichkamda, javob berishga harakat qilaman. Xo'p, Savol bo'lmasa, demak rahmat. dars yerda demak tugatsak bo'ladi. Sog' Rahmat, bo'linglar, Rahmat domla. sog' bo'linglar, charchamanglar, ertaga Sog' bo'ling. darsgacha sog' Rahmat. bo'ling. Xo'p domla, salomat bo'ling.